Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Toshkent City'dagi Hilton mehmonxonasidagi restoranda nonushta qilish qanchaga tushishini, uni servisini va ovqatlarini mazasiga baho beramiz. Demak, ketdik. Hiltonga kirishimiz bilan shunaqa atmosfera, chiroyli archalarni yasatib qo'yishgan. Kirishingiz bilan albatta kayfiyatlaringiz ham ko'tariladi. To'g'riga o'tadigan bo'lsak, to'g'ridan lift orqali yoki zina orqali nomerlarga va yuqoridagi restoranlarga ko'tarilish mumkin. Endi chap tarafga qaraydigan bo'lsak, bu kutish zonasi. Bu yoqda yana ko'rishimiz mumkin, pulni almashtirish mumkin va bu yoqda ham registratsiyadan va nomerlarga yozilish mumkin. Xo'p, Hilton mehmonxonasi 21 etajdan iborat va balandligi bo'lsa 85,5 metr hisoblanadi. Kirishimiz bilan o'ng qo'lga qarab yuramiz. O'ng qo'lga qarab yurganimizda bu yoqda ham chiroyli yasatib qo'yishgan. Menimcha bayram munosabati bilan betlar yopilgan, chunki har safar kelganimda betlar hech qachon yopiq bo'lmas edi. Yozib qo'yishgan breakfast, zavtrak. Demak, to'g'ri ketyapmiz. Mana restoranga kiraverishda shunaqa chiroyli yo'llarni ham yasatib qo'yishgan va kirishingiz bilan chap qo'lda administratorga murojaat qilib, hozir administratorga murojaat qilamiz va nonushta qancha bo'lishini, nima bo'lishini bilib olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimisiz? Hiltonda nonushta qilish, mana shu restoranda necha pul bo'ladi kishi boshiga? Bizda shvedskiy stol. Soat 6:30dan 10:30gacha ishlaymiz. Shanba kunlari 11gacha. Kishi boshiga hozir 350 ming so'm bo'ladi. 350 ming so'mdan bo'ladi. Nimalar bo'ladi? Shuni qisqacha aytib o'talisizmi? Холодный stansiyalarimiz bor. Вкусный desertlar. Bestli. Выпечкаlar, kruassanlar, har xil yemaklar ko'rib asos bo'ladi. Rahmat. Hilton mehmonxonasida nonushta qilishni 3 ta kategoriyaga bo'lib baholaymiz. Birinchisi va eng asosiysi albatta bu servis, ikkinchisi bo'lsa ovqatlarini mazasiga baho beramiz. Uchinchisi bo'lsa shu nonushtaga to'lagan pulimizni arziydimi yoki arzimasligini oxirida bilib olasiz. Mana bu yoqda asalni ham bir necha xili. Bu yoqda o'sha quyug'idan boshlab, bu yoqda o'sha tog'ni asallari ekan. Bu yoqda qanaqaligini asal tushunadiganlar uchun yaxshilab yozib qo'yishgan. Bu yoqda bo'lsa arini inidan tayyor mana shunaqa qilib asalni olish mumkin. Shunaqa tarzda hozir olamiz. Mana. Va buni sekingina qo'yib qo'yamiz. Men asal yemayman. Agar siz asal yeydigan bo'lsangiz, bu yoqda xohlagan asallarni topishingiz mumkin ekan. Menga eng yoqqan tarafi bu restoranda, ya'ni shvedskiy stolda ayniqsa ozodgan va sog'lig'iga bee'tibor bo'lmagan, ya'ni doimiy pipiq yuradigan insonlarga ham juda ham vibr, juda ham katta ekan. Bundan tashqari, agar sizda ortiqcha vazn bo'lmasa, o'zi umuman diyetalar qilmaydigan bo'lsangiz ham, bu restoran sizga 100% juda ham yoqadi. Sababi uglevodga boy bo'lgan bulochkalar, nima deydi, kruassanlar, shirinliklar, pishiruvlar, mevalar, asallar, hattoki morojniylargacha topishingiz mumkin ekan. Menga eng kerakli burchak bo'lsa, bu mana bu burchak. Va eng yoqqan yana bitta tarafi bu eng kачественный, ya'ni sifatli mahsulotlarni olib kelishgan ekan. Probios, bu Probios mani Organic House magazinimda ham bor. Чисто Italiyaniki. Va bu Probiosni siz xlopiyalarni yeydigan bo'lsangiz ham mana sharriki bor ekan va o'qishingiz mumkin. Gluten free, ya'ni glutensiz. Agar sizda glutenga sezuvchanlik bo'ladigan bo'lsa yoki farzandingizda bo'ladigan bo'lsa yoki shunchaki farzandingizni hech qanaqa nevrologik nuqsonlarsiz sog'lom o'stirishni xohlaydigan bo'lsangiz, glutensiz mahsulotlarni beradigan bo'lsangiz va bu restoranda siz qiynalmasdan glutensiz va shu bilan birgalikda sog'lom, juda ham mazali mahsulotlarni, hattoki xlopiyalarni ham topishingiz mumkin. Va shu joyda yana e'tibor berib qaraymiz. Bu yoqda glutensiz, bezglutenli xleb kilokaloriyalarigacha yozilgan. 197 kilokaloriya 100 grammida. Demak,
Biza o'sha glutensiz nonlarni ham olib, bu restoranga kelib bemalol nonushta qilsak bo'ladi. Xo'p, endi yana qaraydigan bo'lsak, bu yerda xlopiyalar bor ekan. Nonushta uchun, bolalarimiz uchun, o'zimiz uchun. Endi bu yoq tarafga o'tadigan bo'lsak, bu yerda xohishga qarab issiqni o'zingiz buyurtma qilsangiz bo'ladi. Bu yerda o'sha go'shtli deysizmi yoki ovощной deysizmi, xohlaganingizni o'sha quymoqda tayyorlab issiqni berishadi. Men hozir tayyorlatmoqchi bo'lganim. Assalomu alaykum. Bu yerda nimalar bor? Bu indyukmi? Menga shu indyuk. Menga shu indyuk mana zaytun yog'larida qilishyapti. Indyukdan, qo'ziqorindan, bolgarskiy, albatta piyoz, pomidor. Pomidor ham ozgina qo'shasiz va albatta quymoq bilan qilib berganingizdan keyin oxirida zelen qo'shib bersangiz. Buchi, bu sir. Yo'q, sir qo'shmasangiz ham bo'ladi. Demak, o'zimni buyurtmamni berdim. Endi bu yerga ham o'tsak bo'ladi. O'rtadagi ostrovokka ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda sut mahsulotlari, brinza, sirlarning bir necha xillari, orqasida bo'lsa go'sht mahsulotlari, indyukdan tortib tovuq go'shti, kolbasalagacha bor va xohishga qarab xohlagan sabzavotlaringizni qo'shsangiz bo'ladi. Endi ahamiyat berib qaraymiz. Bu yerda dengiz mahsulotlarini, baliqlarni mendek yaxshi ko'radiganlar uchun ham bu yerda lasos so'mgalarni ham va tayyor salatlarni ham, xohlasangiz mayonezli, xohlasangiz mayonezsiz, svejiy salatlarni ham topishingiz mumkin. Bu yerda issiq ovqatlar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda omlet, bu yerda bo'lsa kуриный sosiski и bu yerda go'sht ekan, issiqqina. Keyingisi bo'lsa bu fasol. Keyingisi va meni eng yaxshi ko'radiganim bu albatta forel. Juda ham baliqni yaxshi ko'raman. Baliqni har qanaqasini, ayniqsa syomgani, lasosni juda ham sevaman. Hozir videoni olib olib, buni ham olaman va kartofelni, ya'ni kartoshkani sevuvchilar uchun kartofel. Bu yerda bo'lsa qovoq va qovurilgan guruch. Juda ham qip-qizil qilib qovoqlar ham tayyorlangan ekan. Keyingisi bu tuxum va pomidor. Nonushtani hech qachon tuxumsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Va bu yerda xohishga ko'ra har xil rafinatlanmagan zaytun yog'lari, bundan tashqari ketchup, mayonez va har xil souslarni xohishga qarab qo'shib o'zingiz ham iste'mol qilsangiz bo'ladi va eng oxirgisi bo'lsa bu kartoshkani qovurilgani. Nonushta bo'lgandan keyin nonushta kashasiz, ya'ni bo'tqasiz bo'lmaydi. Bu yerda mana овсяная kasha ko'rishingiz mumkin. Issiqqina. Mana овсянкали kasha. Bu birinchisi. Ikkinchi kashamizga keladigan bo'lsak, bu grechkali kasha. Mana grechkali kasha va yana bu yerda ham xohishga ko'ra xohlasangiz quruq mevalar, bu quritilgan mevalar deydigan bo'lsak, magiz, undan tashqari quruq mevalar, pistani chaqilgani, qovoq va xohishga ko'ra bananlarni ham qo'shib turib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Mana buyurtmam ham tayyor bo'ldi. Xohishimga ko'ra shu zaytun yog'larida qovurtirdim. Endi buni yoniga albatta svejiy salat, ya'ni barra salatlarni, kletchatkaga boy bo'lgan salatlarni qo'shamiz. Endi kletchatkalarga keladigan bo'lsak, bu yerda kletchatkalarni, ya'ni sabzavotlarni bir necha xili bor. Bolgarskiydan tortib
karomlarni, aysberglarni, cherrydan tortib oddiy pomidorgacha topishingiz mumkin va men juda ham yaxshi ko'radigan zelinli zonasiga keldik. Ko'k piyozdan tortib ukrop, kashnish hammasi bor. Va bu yerda sut mahsulotlariga to'xtaladigan bo'lsak, qaymoq, feta sir, undan tashqari cream cheese, smetana, tvoroglarni ham har qanaqasini topishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa tayyor qilingani ham bor. Buni olib, yoniga qo'yib, bemalol qo'shib turib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari yana shunaqa mayda-chuyda yogurtlar ham, mevali yogurtlar ham bor ekan. Ichimliklar zonasiga keldik. Bu yerda apelsindan tortib, olma va limonli, nima deydi, bodringli suvlargacha va oddiy suvgacha bor ekan. Xohishga qarab, o'zingiz tanlab olib ichaversangiz bo'ladi. Lekin men nonushtani baribirga ham ko'shasiz tasavvur qila olmayman va hozir o'sha laktozasiz bitta kapuchino yoki amerikanoni tayyorlayman. Mana issiq ichimliklarga keldik. Bu yerda choy har qanaqasi xohishga ko'ra. Men bo'lsa amerikano ichmoqchiman. Hamma narsalarni olib oldik. Endi birgalikda nonushta qilamiz. Nonushtaga hamma narsani kam-kamdan olib oldim, lekin hammasi emas. Bu yerda bolalar uchun xlopyalargacha bor. Bolalarni bo'limida juda ko'p shirinlikdan tortib o'sha ovqatlargacha bor va men ichimliklardan olganim yo'q. Bu yerda ko'rdingiz, soklarni har qanaqasi bor edi. Lekin qolganlaridan, misol uchun kashalarni ikki xili bor edi. Shundan ham ozginadan oldim. Shirinliklarni ham bir necha xili bor edi. Ikki xilini oldim. Vafli ustiga Nutella va ozgina saxarning pudri qo'shdim. Bu yerda yana boshqa shirinligimiz. Bu omletni o'zim tayyorlatdim. Buni bo'lsa o'sha Astrovokdan yig'ib terib oldim. Bu yerda ko'rib turganinglardek, go'sht har qanaqasi. Bu mol go'shtidan, bu mol go'shtini sosiskasi. Bu bo'lsa, anu piyoz bor-ku, piyozi qovurilgani, bu bo'lsa kartofel, ya'ni kartoshka. Endi hozir bir chekkadan yeb ko'rib, mazasiga baho beramiz. Boshladik, birinchi bo'lib kletchatkadan boshlaydigan bo'lsak, sabzavotlari qanaqa? Svejiymi, yo'qmi, mazasi bormi, yo'qmi? Yomon emas. Свежий salat, ya'ni grechskiy. Yaxshi. Piyozi achchiq emas, lekin o'sha yog'lari, tuzlari hammasi joyida. Endi ozgina tuz qo'shib olsa ham bo'ladi. Endi tuzni qo'shib to'g'irlab olsa bo'ladi. Asosiysi baland bo'lmagani yaxshi. Men o'z sal tuzni balandroq yeyman. Bilaman bu yaxshi emas. Sal tuzni pastroqga o'xshadi. Xo'p, endi balig'ini ko'radigan bo'lsak. Balig'iga men 2 qo'yishim mumkin. Chunki qanaqadir men o'z doimiy baliq yeyman. Qanaqadir privkusi bor ekan. Balig'ida qanaqadir yumshoq emas-da. Anaqasi bor ekan. Qattiq joyi bor ekan. Yana bitta yeb ko'ring. Da. Qanaqadir privkus bor va qanaqadir qattiqroq, yumshoq emas. Endi zaytuniga keladigan bo'lsa, zaytuni ham endi bittasini yedim, wow emas. Endi ikkinchisini yeyman. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa. Zaytunni shunaqa saqlash mumkin.
kirsillab turadigan, yesangiz mazza qilib qars-qurs qilib zo'r mazza beradigani bo'ladi, lekin bu unaqa zaytun emas ekan. Endi yashilini yeymiz. Yashili rostdan ham yaxshi ekan. O'sha malasolyonniy juda ham yaxshi. Umumiy aytishim mumkin. Mana shu tarelkamga men 10 dan 4 beraman. 10 dan 4 beraman. Keyingisi bu omlet o'zim tayyorlattirdim. Endi hozir mazasini ko'ramiz. Lekin ko'rinishlaridan, yog'lari, qo'rilishlari hammasi joyida. Mana ochib ham ko'rsatamiz. Ko'rinishi juda ham ishtahani ochadigan. Endi mazasini ko'ramiz. Mazasi действительно yaxshi, juda ham yaxshi. Bir 10 da 8 qo'ya olaman. Rostdan ham mazasi juda ham yaxshi. Qovurishlari ham, piyozlari ham ana kirsillab qolmagan, yaxshi pishgan. Juda ham yaxshi pishirib, qovurib berishgan. Endi bu tarelkaga 10 da 8 qo'ydim. Keyingi tarelkaga o'tamiz. Keyingi tarelkamiz bu shirinli vaflining mazasini ko'ramiz. Vafli yomon emas. Yomon emas. Yaxshi pishirilgan, lekin qanaqadir mazasini anu hozir bitta yeb ko'ring. Aytmoqchi bo'lganim, ichi sal berchiroq. Mana hozir ko'rsataman. Unaqa yaxshi ichlariga o'tib pishirilmagan. Mana. Ichiga o'tib pishirilmagan. Endi men yupqa tarafidan hozir yeb ko'raman yana. Aytganimdek mazasi yo'q. Mazasi yo'q. Endi mana bu klubnikali shirinlikni yeb ko'ramiz. Bu yoqda o'zi shirinlikligi ozgina tuz qo'shiladi, lekin bunda normalniy tuz qo'shilgan ekan. Lekin yomon emas. Slayonniy. Mazasi yaxshi. Asosiysi shakari ko'p emas, me'yorda. Ustilaridagi klubnikalari ham svejiy, mana 3-4 kunlik qolib ketgan klubnikalardan qilinmagan. Ustidagi siroplari ham joyida. Mana bu klubnikali shirinligi 10 da 8, vafliga bo'lsa 10 da 1. Keyingi tarelkamizga o'tamiz. Birinchi bo'lib mol go'shtini mazasini ko'ramiz. Yomon emas. Yomon emas. Bir 10 da 7. 10 da 7 qo'yaman. Ozgina tuzi balandroq. Endi sosiskaga o'tamiz. Sosiska zo'r. 10 da 9. 10 da 9 juda ham yaxshi. Endi piyozga o'tamiz. Qo'rilgan piyozga. Qo'rilgan piyoz o'zi aslida ana karsillab turishi kerak, tiri turishi kerak, lekin bu juda ham bo'shashib ketgan. Juda ham bo'shashib ketgan. Endi kartofelga o'tamiz. Lekin kartoshka juda ham zo'r. Birinchi suvda o'sha pishirib, pyure qilib, zo'r qovurilgan ekan. Tuzlari ham joyida. Kartoshkaga men 10 da 8 qo'yardim. Yaxshi pishgan. Endi keyingisiga o'tamiz. Ikki xil kasha. Birinchisi bu grechkali, ikkinchisi bo'lsa ovsyankali. Hozir endi ko'ramiz mazasini.
Kasha yomon emas. Eng asosiysi xohishga ko'ra shakar yeydiganlar shakar, asal yoki stevia qo'shib yeydiganlar uchun hech narsa qo'shilmagan, yumshog'ina pishgan kasha menga yoqdi. Xonadonda tayyorlaydigan, o'zimizda tayyorlaydigan g'irt o'sha kashaga o'xshab chiqibdi, mazasi yaxshi. Faqatgina xohishga ko'ra asal, stevia yoki eritritol qo'shib turib yesangiz, yana ham mazali bo'ladi. Keyingi kashamiz bu ovsyanka. Ovsyankani ko'ramiz. Ovsyanli kasha yomon emas, lekin grechkali yana ham yumshoq pishgan. Menimcha bu grechka, ya'ni ovsyanka nima deydi, ishlov berilgan grechkadan tayyorlanganga o'xshayapti. Juda ham ozizga solmasingizdan erib ketyapti. Mazasi o'rtacha deyishim mumkin. Grechkali kasha juda ham yaxshi. Grechkali kasha menga yoqdi. Lekin ikkalasi ham laktozali, ya'ni oddiy sigir sutida tayyorlangan. Endi kofega baho beramiz. Bilasiz, men kofemanman. Kofeni juda ham yaxshi ko'raman. O'zim magazinimda ham, Organic House'da ham italyanskiy kofeni olib keltirganman. Kuniga bilaman, ko'p ichish mumkin emasligini, lekin hamma narsadan o'zimni tiya olsam ham ovqatsiz yurishim mumkin, lekin kofesiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Va hozir endi Hilton restoranidagi amerikano kofesiga baho beramiz. Haqiqatda aytaman, kofe ozgina kuygan mazza kelyapti. Menimcha 100% arabika emas, 70 mi, 65 mi, 75 ga ham tortmayapti arabika. Va qanaqadir uzoqdan kuygan kofeni mazasi kelyapti. Kofega men 10 da 4,5 qo'yaman. Juda ham mazali. Shundoq slivkada tayyorlangani, shunaqa zo'r tayyorlangani bilinib turibdi, mazasiga gap yo'q. Bu baloga men 10 da 10 qo'yaman. Hiltonda agar zavtrak qiladigan bo'lsangiz va balonni mendek sevadigan bo'lsangiz, albatta nonushtangizni shu balonni iste'mol qilishdan boshlang. 100% sizga tavsiya qilaman. Hiltondagi nonushtamizda 2 kishiga 700 ming so'm bo'ldi. Endi mana ko'rishingiz mumkin. 700 ming so'm bo'ldi. Endi 3 ta kategoriyaga bo'lib baholaydigan bo'lsak, birinchisi servis. Servis yomon emas. Kirishingiz bilan, ko'chadan kirib kelishingiz bilan hamma xodimlar kulib, eshiklarni ochib kutib olishdi. Juda ham yaxshi. Biz borib kelgunimizgacha hamma keraksiz kir idishlarni, posudalarni olib, to'g'rilab, hamma servirovkalarni to'g'rilab qo'yishdi. Eng asosiysi hech kim xo'mrayib, yoqmaydigan servis bo'lmadi va shu sababdan men servisga Hilton restoranidagi, Hilton mehmonxonasidagi restoranga 10 dan 8 qo'ydim. Endi ikkinchisi, albatta bu ovqatlarni mazasiga keladigan bo'lsak, qaysidir ovqatlar juda ham mazali, qaysidir ovqatlarda umuman maza yo'q. Shuning uchun o'rtasini olib 6,5 10 dan 7 qo'ydim. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bir kishi uchun 350 ming so'm, bu dollarda o'giradigan bo'lsak, 30 dollardan oshadi. Haqiqatda qimmat. Toshkent City'dagi 4 yulduzli Hilton mehmonxonasini restorani uchun haqiqatda arzon emas. Chunki men oxirgi borgan Sankt-Peterburgdagi 5 yulduzli Four Seasons mehmonxonasining nonushtasiga 4000 rubl to'lagan edim. 4000 rubl bu 40 dollarga ham bormaydi. Lekin u chet el bo'lgani uchun Four Seasons 5 yulduzli mehmonxona bo'lishiga qaramasdan narxi o'ta qimmat emas, 40 dollarga ham bormas edi. Lekin bu 4 yulduzli, adashmasam 4 yulduzli, lekin hozir so'rasam 5 yulduzli ham deyapti. Internetdan qarasam 4,5 deb ko'rsatyapti. Hilton mehmonxonasi uchun
$30 dan qimmatroq nonushta bu haqiqatda sal qimmatroq. Bu mani hammasi o'zi kategoriyaligi o'zimni fikrim bilan bo'lishdim. Albatta, sizni ham fikrlaringizni, o'zingizni hamma fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Agar bugungi Hilton mehmonxonasidagi restoranni obzori sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni, qo'ng'iroqchani bosishni va mani profilimga obuna bo'lishni unutmang. Va Toshkentdagi, nafaqat Toshkentdagi, O'zbekistondagi, kerak bo'lsa butun dunyodagi qaysi restoranlarga borishimni va qaysi mehmonxonalarni obzor qilishimni xohlaysiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Kimni ovozi ko'p yig'adigan bo'lsa, ya'ni qaysi restoranga ko'p ovoz yig'iladigan bo'lsa, albatta o'sha restoranga borib, yaxshilab shunaqa obzor qilib beraman.